Assalamualaikum, hörmətli televizor görgüçülər. Dünya Uyğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına xoş gəldinizlər. Mən İftixar Abdurrashid. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatı bolsun. Dünya Uyğur Qurultayının rəisi Dolqun İsa və Qurultayının bayanatçısı Qurultay Ayollar Komitetining müdiri Zumratay başçılığındakı Qurultay heyəti 18 may başlayan Şivsiya ziyarəti jarayonida Şivsiya parlamentining bir qism a'zolari, Şivsiya Tashqi ishlar ministerligining mas'ul xodimlari və bəzi siyosiy partiyalarning mas'ullari bilan, shundaqla xalqaro kechirim tashkiloti qatorliq ba'zi kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari bilan keng doirada uchrashuv olib bordi. 18 may tushdan burun Şivsiyaning poytaxti Stockholmga yetib kelgan Dolqun İsa әпәндимning aerodromida Şivsiya Uyg'ur birligining raisi Baxtinur Abdurahim və mazkur tashkilotning hay'at a'zolari, shundaqla Qurultayning Şivsiyadagi bir qism vakillari qizg'inlik bilan kutib olgan edi. Qurultay raisi Dolqun İsa boshchiligidagi mazkur hay'atning bu qitimqi Şivsiya ziyaratining asosli maqsadi bo'lsa, Uyg'ur sud kollegiyasining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va insoniyat qarshi jinoyat qarorini Şivsiya hukumatiga e'tirof qildirish, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Şivsiya parlamentining e'tirof qilishini qo'lga keltirish, Şivsiya hukumatidan Uyg'ur majburiy amkiga chetishlik mahsulotlarning import qilinishini cheklashni talab qilishdan iborat bo'lib, BDT kishilik huquq kengashining oliy komissari Michel Bacheletning oldimizda ilib bormoqchi bo'lgan Sharq Turkiston ziyarati va BDT tarafidan o'tgan yil hozirlangan Uyg'ur kishilik huquq umum doklatining e'lon qilinishining hozirgacha kechiktirilishi qatorliqlarmi bu qitimqi ziyoratning muhim temasi bo'ldi. Undan boshqa Dolqun İsa әпәндим yana Şivsiyada yashayotgan bir qism Uyg'ur jamoati bilan suhbat ilib berib, ularning Qurultay va milliy da'voyimizga munosabatli turli savollarga javob berishga tirishdi. Undan burunmi Dolqun İsa әпәндим yuqorqi maqsadda Norvegiya, Finlandiya va Daniya qatorliq Shimoliy Yevropa davlatlarini ziyorat qilib bir qator muhim uchrashuvlarda bo'lgan edi. Bu qitimqi Şivsiya ziyarati Dolqun İsa әпәндимning Shimoliy Yevropadagi davlatlarga qilgan xizmat ziyaratining oxirgi bekiti bo'lib hisoblanadi. Bu munosabat bilan bugun Stockholmdan stansiyamizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dolqun İsa әпәндим tovandikilarni ifoda qildi. Bizdeki Şivsiya, yani Stockholm ziyaretimizdeki birinci günüsü muvaffakiyetli öttü. Biz bugün kelip lan Odul Şivsiya parlamentosununki parlament azası Ulrika hanım bilen görüştük. Uzun yaxşı söhbetlerimiz oldu. Bir yerde şu Uyghur Dostluk grubunu battı buraya Şivsiya parlamentida bu to'xtab qoldi. Çünkü o azalarının bir kısımları keyingi vaqtlarda parlament a'zoligidan chekingan va yoki saylanmagan bo'lg'achqa buni qayta jonlantirish masalamiz bor. Eng muhim masala o'sha Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini Şivsiya parlamentidan qabul qilib o'tkazish. Onundan keyin bir yerda bir qancha guvohlik yig'inlarini o'tkazish, onundan keyin shuning qo'shimcha Uyg'ur muhojirlar masalasi, o anından keyin Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Komissarının yakında aldığımız kapta Xitoyga boradigan ziyoratdan burun, bo'lib Sharq Turkistondagi ziyoratidan burun Birleşken Devletler Teşkilatı'nın bu dokumentini e'lon qilish o'xshaydigan shunday masalalar to'g'riliq tafsiliy suhbatimiz bo'ldi. Onundan keyin Şivsiya Tashqi ishlar ministerligida hozir yig'indan chiqdik. Şivsiyaning Kişilik Hukuk, Demokratiya ve Kanun boyunca baş elçisi Cecilia Hanım ve Asya İşleri Direktörü ve şundakla kişilik hukuk boyunca alaylı xodimlar bilen bir yarım saatga yakın bir yığınımız oldu. O yığında yani bizden London'daki Uyghur Sud Mahkemesi'nin kararından keyin bu dünya devletlerinin bulup mu 1948'deki irqiy ayrımçılık ahdnaması kol koygan devletlerinin ki bu meseleye vaktimizi sükut tuturuşdan veya ki yumuşak bir muamele kılışdan bu irqiy qirg'inchilik to'xtatishga yetmaydiganligini bunu imza koygan devletlerinin birisi bulup süpütülen Şividin'den ve Avrupa İttifakı'ndaki mühim devletlerden biri bulup süpütülen bu irqiy qirg'inchilik to'xtatishda o'zining mas'uliyatlarini hatırlattık. Bizden talep fikirlerimizi mi yazma talep fikirlerimizi bir oturup koyduk. Şu Ali Komisarının menişten burun Şivsiya'nın bu raporunu e'lon qilish uchun besim qilish kerakligini va shundaqla shu Uyg'ur irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun Şivsiya shirkatlarining Xitoy bilan bo'layotgan tijoriy faoliyatlarini qayta ko'zdan kechirib chiqish kerakligini, bu tijoratni to'xtatish kerakligini, Uyg'ur muhojirlar masalasi o'xshaydigan keng doiralik masalalar haqida tafsil suhbat qildik. Bugün bu yılın qatnashgan alaylı xodim birisi Beijingda xizmat qilgan diplomat ekan, Uyg'ur masalasidan hali ma'lumoti bor ekan. Nurg'unlagan bizdan ba'zi savollarni so'rdi. Biz va Şivsiya hukumatidan, bo'lib Şivsiya Tashqi ishlar ministerligidan kutadigan talablarimizni yozma shaklda o'zimizning dokumenti va Uyg'ur sudidagi qaror bilan birga topshirgan bo'ldik.
Dünya Uyg'ur qurultayining sohibxonligi va har qaysi ellardagi qarindosh tashkilotlarimizning hamkorligida bu yil 5-oyning 26-kundan 28-kunigacha Germaniyaning Myunxen shahrida chaqirildigan va Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso apandining ichilish nutqi va Sharq Turkiston ham Germaniyaning davlat marshi bilan boshlangan 2-navbatlik Sharq Turkiston milliy kengashining ichilish marosimiga Chexiya kengash palatasining muavin raisi senator Yuri Oberfalzer, Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice, Fransiya parlamentining a'zosi Frederic Duma, Xatar Asad millatlarini qo'g'dash tashkilotining raisi va irqiy qirg'inchilikning oldini olish maslahatchisi Yasna Kauzovich, Vakolatsiz millatlar tashkilotining bosh kotibi Ralph Bunche, Amerikaning Germaniyadagi bosh elchisi Amy Goodman, Irlandiyaning sobiq adliya ministri va bosh sudchisi senator Michael McDowell, Polshaning sobiq tashqi ishlar ministri va Yevropa parlamentining a'zosi Anna Fotiga, Yevropa parlamentining a'zosi Engin Eroglu, Amerika davlat majlisining a'zosi Yon Kim, Germaniya parlamentining a'zosi, Germaniya federal hukumatining diniy erkinlik va e'tiqod ishlari komissari Frank Schwab qatorliq muhim siyosiy arboblar bevosita va tor orqali qatnashadi. Milliy kengashning tunji kunda Uyg'ur sud kollegiyasining raisi Jeffrey Nice, muavin raisi Nikvich, Markaziy Angliyalik Uyg'ur haqlarini qo'g'dash advokatlik jamiyatining qurg'uvchisi Michael Polak, Vakolatsiz millatlar tashkilotining bosh kotibi Ralph Bunche qatorliq xalqaro to'nilgan dongli qonunshunoslar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qanday to'sib qola olamiz degan temani cho'rdigan asosda har qaysi ellardan kelgan vakillarimizning savollariga javob berdi. Mustabid Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston Uyg'urlarini asos qilgan yerlik xalqlarga qarata rehimsizlik yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni to'sib qilish uchun umumyuzlik harakat o'tish asos nishon qilingan va 3 kun davom qilgan yig'in jarayonida 30 nafarga yaqin Uyg'ur tadqiqotchimiz va siyosiy faoliyatchilarimiz milliy da'voyimiz navbatda duch kelgan jiddiy masalalar haqida o'xshamagan temalarda doklad taqdim qiladi. Yig'in qatnashgan tashkilot rahbarlari bilan yumaloq ustal suhbat o'tkazilib, Uyg'ur tashkilotlari o'rtasidagi hamkorlik va ish taqsimoti haqida muzokara olib berildi. Shundaqla har kunlik yig'in oxirida vakillarimizning da'voyimizga munosabatli taklif fikrlari anglab o'tildi. Dünya Uyg'ur qurultayining tashkilot xizmatlariga mas'ul muavin raisi va 2-navbatlik Sharq Turkiston milliy kengash tayyorlik komitetining mas'ullaridan Farhat Yo'rinqash apandim bu munosabat bilan istasimiz qilgan so'zida bu navbatlik milliy kengashning tayyorlik xizmatlarining asos jihatdan tamomlanganligini va Germaniyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning dunyodagi har qaysi ellardan keladigan vakillarimizdan taqozolik bilan kutayotganligini ifoda qildi. Farhat Yo'rinqash apandimning bildirishicha, Myunxen shahridagi 10 dan ortiq Uyg'ur restorani va tez tomoqxonasi bu navbatlik milliy kengash qatnashgan qimmatli vakillarimizni tushlik va kechki tomoq bilan ta'minlaydi. Yig'inning oxirgi kuni, ya'ni 28-may tushdan keyin Germaniya cho'nglar mashribi bilan yoshlar mashribi vakillarimizga Myunxen shahridagi eng manzarali ko'l bo'yida xo'shlush ziyofati berdi. 18-may kuni Qrim tatarlarining Stalin tarafidan 1944-yili umumyuzlik surgun qilinishi va irqiy qirg'inchilik uchrashining 78-yili xotirlandi. Dünya Uyg'ur qurultayining raisi Dolqun Ayso apandi bu munosabat bilan e'lon qilgan videolik nutqida bundan 78 yil burun surgun qilingan, hayotdan ayrilgan Qrim tatarlariga Allohdan rahmat tilash bilan birga Sharq Turkiston xalqining bugun ayni chog'dagi Qrim tatar xalqi bilan o'xshash taqdirni yashayotganligini, milyonlagan Uyg'urning mustabid Xitoy hokimiyatining turmalarida, jazo lagerlarida va majburiy emgak maydonlarida jon talashayotganligini eslatib o'tdi. Dolqun Ayso apandimning mazkur nutqi turk va tatar matbuotlarida keng doirada o'rin oldi. 1944-yil 18-maydan 20-maygacha Yosif Stalin Nazi Germaniyasini qo'llagan degan bahona bilan 400 mingdan ortiq Qrim tatarni O'zbekiston, Qozog'iston va Sibiriya qatorliq joylarga surgun qilgan. Surgun jarayonida bularning 46% ochlik, ussizlik va qiynash sababidan hayotini ayrilgan edi. Shundan buyon har yili 18-may kuni Qrim tatarlar bu ichinishli kunni xotirlab kelmoqda. BDT kishilik huquq oliy komissari Michelle Bachelet 5-oyning oxirida Xitoyga ziyoratga berib, Sharq Turkistondagi kishilik huquq ahvolini ko'zdan kechirmoqchi bo'lgan edi. Navbatda bu ziyorat o'z qarorida ilib berilishga muqimlashgan bo'lsa-mu, ziyoratning qandoq va qaysi shaklda bo'lishi xalqaro taratqularning diqqat nuqtasiga aylangan. Fransiya agentligining Janvadning xabar berishicha, Michelle Bachelet bu oyning oxirida Xitoyga berib, yillardan beri kutib kelgan ziyorat, jumladan Sharq Turkistonning kishilik huquq ahvolini ko'zdan kechirdi ekan. Michelle Bachelet ishxonasi bayonotchisining bildirishicha, bu oyning oxirida Michelle Bachelet Xitoyni bir hafta ziyorat qildi ekan. Avval Guangzhouga, ondan Sharq Turkistonga bordi ekan. Beijingda yuqumni qamal qilish davomlashayotgan bo'lg'achqa, u yerga bormaydi ekan. U yana Michelle Bacheletning Xitoyda ziyorati bo'lgan kunlarning Xitoyning yuqori darajalik amaldorlaridan ko'rishadiganligini, suhbat temasining asosan dunyo va rayon xarakterli kishilik huquq masalasi bo'lganligini bildirgan. O'tgan yilning oxiridan beri xalqarodagi kishilik huquq tashkilotlari BDT kishilik huquq oliy komissarini Sharq Turkiston haqidagi dokladni e'lon qilishga chaqirib kelgan edi. Michelle Bachelet ishxonasi bayonotchisi bu dokladning bu qatimliq ziyoratdan burun e'lon qilinmaydiganligini bildirgan, ham qachon e'lon qilinganlik uchurini bermagan.
Uning aytishicha, Xitoymi BDT kishilik huquq kengashining a'zosi bo'lgani uchun mazkur doklad tayyorlangandan keyin ularning ko'rishiga sunildi ekan. Xitoy tarafmi uning ko'z qarashini bildirdi ekan. Bu bayonotchi yana Michelle Bachelet ziyorat o'mkini Xitoy doiralari bilan Sharq Turkiston kishilik huquq masalasi to'g'riliq savol so'raydiganligini, ular bilan bo'lgan suhbatdan olgan uchurlarni kishilik huquq dokladiga kirgizganligini, shunga bu dokladni Xitoyni ziyorat qilishdan burun e'lon qilmaydiganligini bildirgan. Bu bayonotchining so'zidan qaraganda BDT kishilik huquq oliy komissarining Sharq Turkistonda qisqacha ziyorati bo'lganligi, Sharq Turkistonga Xitoy amaldorlari bilan ko'rishadiganligi, ularning fikrini oldiganligi ma'lum. Analizchilarning tahlil qilishicha, bu uchurlarda Michelle Bacheletning bu qatimliq ziyoratini Xitoy amaldorlari kutgan shaklda ilib bordiganligini faraz qilg'ili bo'ldi ekan. Bundaq bo'lganda, uning lagerlarini tekshirib tutqun qilingan shohidlar Ilham To'xtiga o'xshash turmadagi mahbuslar bilan ko'rishimi natayin ekan. Yevropa muxbiri taratqusining 18 may kunidagi xabarda ma'lum bo'lishicha, Belgiya parlament a'zosi Vivenia Teitelbaum Uyg'ur hareket tashkilotining qurg'uvchi raisi Roshan Abbas bilan ko'rishganda, uning hadisi Gulshan Abbas qatorliq begunoh tutilgan ham izderki bo'lmagan Uyg'urlarni qutuldirishga butun kuchi bilan yordam qilganligini bildirgan. Uyg'ur hareket tashkilotining boshlig'i Roshan Abbas xonim 12 may kuni Belgiya axborotchilar klubida o'tkazilgan Adamni izlash filmini qo'yish faoliyatida so'z qilib, hadisi Gulshan Abbasning 2 milliondan ortiq Uyg'urning bir a'zosi sifatida Xitoy hukumat tomonidan tutqun qilinganligini aytgan edi. Belgiya parlamenti a'zosi Vivenia bu filmni ko'rib nihoyat azoblanganligini, dal mushundaq fojialar tufayli milliy kamsitishga qarshi kurash qilish kerakligini bildirgan va Roshan Abbasning so'zini anglagandan keyin biz sizga hissdoshlik qilamiz, ham sizni qat'iy qo'llaymiz. Albatta biz biror eg'iz gapimiz bilan hadingizni qutuldirib chiqa olmaymiz. Xitoy hokimiyatini o'zgartira olmaymiz. Ammo buning uchun kuchimiz yetishicha tirishimiz. Bu nihoyat muhim. Masalan, men kiyim olmoqchi bo'lsam, agar uning Xitoyda ishlanganligini bilsam, uni qo'yib qo'yaman. Biz hech bo'lmasa mushuni bo'lsa-mu qila olamiz degan. Roshan Abbas xonim Hadamni izlash filmida hadisi Gulshan Abbas yo'liqqan tragediya orqali tutqundagi Uyg'urlarni izlayerek yo'q etilish xatirini dunyoga anglatgan. Belgiyadagi siyosiy hayotida kishilik huquq masalasi bilan eng ko'p shug'ullangan parlament a'zosi Vivenia Teitelbaum xonim Roshan Abbasning kishilik huquq dafsanchiligiga qarshi kurash qilguvchilarning ulgisi va ilhomchisi deb ta'riflagan. Aziz ko'rurmanlar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyingi qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh. Thank you.